Bir işxanaga kirib elibdilar, men Cumhurbaşkanı deb chiqadigan, yo bo'lmasa men bir reis deb chiqadigan, anda saxtpazlar bor endi. Bu kazzablar endi xalqning la'natiga uchraydi. Alloh oxiratda xafalık bor bo'lgan. Dunyoda muncha bo'lar, eg'ircho jazoga uchraydi inshaalloh. Quzg'ugan, sizlarni yurtingni haydab chiqargan, planlar to'g'itib bolalaringni o'ltirgan, ahad singillarga tajovuz qilgan, olim ulamolarni sulg'an, sizlarni-chu tinch yashag'il qo'ymagan mush kishilarga qarshi jihad qilinglar, urush qiling, qotillarga urush qilinglar. Yalunakumnal kuffar ko'z oldingdagi avval uzangmanki, mush zimindagi kofirlarga nisbatan jihad qilinglar deb Alloh taolo aniq buyruq qildi. Olim ulamolar siyosatga aralashmasin desa, bu mu uchiga chiqqan bir nomussizlik. Nima uchun? Bizning ikkidan jumhuriyatimizning, islom jumhuriyatini qurgan Sabit Tamollajim deymiz, Ilxon To'ri deymiz, mujtahid darajalik ulamolar dal eng cho'ngchi bizning siyosiy yo'llarimiz. Uli qilgan bir tal qishini qo'yamadik biz. Urumchiga 150 kilometr qolgan Manas daryosi bizda 40 ming mujohid ichida 3 yil yotdi. Assalomu alaykum, siz qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom. Sizning ahvolingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Siyaset dinga aralashmaydi. Din siyasatga aralashmaydi degan so'z to'g'rimi? Haqiqatan ba'zi diniy ulamolarning va diniy o'quvchilarning musulga o'xshash biz siyasatga aralashsak bo'lmaydi deganni angladik. Bu sözü bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Sizlarninki shu ziyorat qilib, shu savolni so'rab kelganliginglardan Alloh rozi bo'lsin. Endi shu millatimizninki hozirgi ahvoliga ichinib, buni bir qandoqlan bo'lmasin bir qo'limizdan kelishicha uchuqlab birga xalqimizga bir islom dini, shariat, siyosat haqida nima deydi degan asosda bu savolni qo'ygan bo'lishinglar mumkin. Endi din siyosatga aralashmaydi degan bu so'z bu mundaqlam chiqib qolgan bir so'zmi emas. Yani bu so'z arq ko'rinishi Yevropa va G'arb davlatlaridagi burumlangan din, burumlangan aqida va shularninki icraçıları, yani rahiplari, toplarininki o'rta asrlarda va undan keyingi vaqtlarda yaqin zamongacha shu ilm-fanga qarshi urg'ulagan noto'g'ri harakatda bo'lganligidan kelib chiqqan bir natija. Ya'ni ilmoniylik deymiz buni. Dinni hokimiyatini olib o'tish, dinni faqat cherkov bilan, ibodatxonalar solab, buni ijtimoiy sohadan siqib chiqarish bularning cho'ng bir plani. Bu 16-17 asrlarda bakrak gavdalangan, boshlangan asosiy eng cho'ng gavdalangan yer masalan Fransiya va boshqa Yevropadagi davlatlar bo'lgan. Endi bu din siyosat aralashmaydi degan so'zning o'zi har qanday bir musulmonning og'zidan chiqqan gap emas bu. Musulmon odam buni bir tushunish lozim. Siyosat degan nima? Buni bilish lozim. Siyosat degan masalan hozirgi zamon Uyg'ur tili, izoh lug'atiniki 655-betga qarab baqsaq bo'ladi. Siyosat degan bu so'z yildizi arabcha. Bu siyosat degan so'zni Turkiya tillik barliq qarindoshlarimiz ishlatadi va undan boshqa Paris, Iron bu siyosat deb ishlatadi. Endi siyosat degan so'zning o'zi bu kengaysak, izohlasak bak uzun ketdi asli siyosiy yesus va siyosatdan chiqqan. Yine sasal paras, atni baktı, perviş kıldı, bunu çok kündüydü. Buna menfaati, faydasıga hareket kıldı. Diyen manası var. Onun köçünmeler çölse, siyaset diyen, mesela ziyaliler siyaseti veya ki çoğu, mesela vatanda atalmış, bizgi icra kılınan planlı siyaseti, her xil siyaset buludu. Siyaset bilan qonunning farqi bor. Siyaset shu millatning, shu xalqninki ma'lum bir manfaati yoki ziyniga o'zgartiriladigan narsa deb qarashga bo'ladi. Bu bir nizam, bu bir tuzum. Har bir huquq tutgan kishi uning siyosatini qanday yaxshi ijro qilsa, natijasi shuncha yaxshi chiqadi. Masalan, marhum Najmiddin Erbakan g'ujimiz degandek, siyosatga ahamiyat bermaydigan musulmonni Müslümanga köngül vermeydiğen siyasetçi başkurdu degan.
Siyasetga ahamiyat vermezlik bu Peygamberimizin hadisiki "Men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum." Hadisiki Müslümanların işiga köngül bölmegen adam bu Müslümanlardan emas dep aniq degan. Hem ondan sırt bu hakimiyet tutuş Peygamberimizningki tarixida şu Kur'an nazil olgandan tartib mesela Peygamberimizge 23 yıl jarayonida Kur'an nazil bolup tamamlandı. Muş vaqtdan tartib hammasi şu Peygamberimizning ilib mangani siyosati mesela Mekke'ge qaytish siyosati mesela Hudaybiya sulh siyosati hammasi siyoset. Siyoset. Jihad hammasi siyoset. Bununla aralashmaymiz deganlik, dinga aralashmaymiz. Dinle işimiz yok. Biz endi ig'roq etqaqda bu musulmon emas degan gap chiqadi. Bu xato idea. Siyosetga aralashmaymiz degan bu kishilarning nuqul mundaq demoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunsak, endi biz hokimiyat ishiga aralashmay, diniy ishni tutib, bu diniy ishni tutimiz dedikimiz bizningki islomda masalan, buniyal islam ala 50 shahadat la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh, iqomis salat va itaz zakat va sawm ramazon, hajjul bayt man istata ilayhi sabila. Bu islomningki asosiy uli. Masalan, islom mushning ustiga qurilgan. Bu har bir kishi, har bir musulmon qilish tegishli bir ish bu. Namoz o'qiganga men namoz o'qidim, haj qilganga men haj qildim. Men degan manda musulmon degan bo'lmaydi. Bu asos ul. Ul bitdi. Bu nelsam ala 50. Shuning ustida mumkin jihad bor, davlat qurish bor, tajovuzga uchragan haqandaq musulmon o'z nimasidan shu yurtidan kafirlarni qilish, qo'g'lab chiqarish uning nimasi bor, mas'uliyati bor. Masalan, buning Qur'oni Karimda Estaiz billah ve akhrijuhum min haysu akhrajukum degan. O kafirlarni, tajovuzchilarni sizlarcho chiqarib yetinglar. Min haysu akhrajukum. Sizlarni chiqarib yetgan yerdan degan. Biz nima uchun chiqadi? Bizning iymon e'tiqodimiz, bizningcho musulmon bo'lganligimiz uchun chiqadi. Ha musulmon emas yoki yarim yoki musulmon bo'lgan atalmış ba'zi millatlar mesela yashaydi, hozir yashayapti. Biz haqiqiy dinni haqiqiy tutamiz, haqiqiy islom bilan mangimiz deganligimiz uchun kafirchi deyolmadi, oxiri biz chiqarilishga majbur bo'ldik, shunga chiqarib etdi. Shun Alloh taolo va akhrijuhum degan buyruq aqimus salat deganga o'xshash. Ularni sizlarni chiqarib etgan yerdan sizlarni chiqarib etanga o'zingning yurting demak, ash yurtingga va vatanga qattiq ahamiyat beringlar demakchi. Yana bir oyatda qatilul ladin yanunakumul kuffar. Sizlar ko'z oldingizda sizlar bevas jon sog'gan, sizlarga urush qo'zg'agan, sizlarni yurtingdan haydab chiqargan, planlar to'g'ritab bolalaringni o'ldirgan, ahad singillarga tajovuz qilgan, olim ulamolarni sulg'an, sizlarni tinch yashag'il qo'ymagan mushuk kishilarga qarshi jihad qilinglar, urush qiling, qatillarga urush qilinglar. Yalunakumul kuffar, ko'z oldingdagi avval o'zingizninki mush zimindagi kafirlarga nisbatan jihad qilinglar deb Alloh taolo aniq buyruq qildi. Bu oyatlar ham Qur'onda bor. Biz faqat hayotimiz tatbiqlayolmadik. Biz bu siyosatni tushunmaganligimizdan siyosatning qurboni bo'ldik. Endi ba'zi kishilarningki siyosatga aralashmaymiz degan gapi nima desa, bu siyosat endi bak razilkan. Buning siyosatda iymon yo'q, siyosatda vijdon yo'q, siyosat faqat manfaat bor degan asosda ba'zi gaplarni degan bo'lishi mumkin. Lekin shu xizmat qilayotgan masalan olim ulamolarimiz, ziyolilarimiz, nurg'unlagancho yoshlarimiz shu siyosatning ichki qismida ketib bordi. Faqat uni demagan bilan shu ishlarni qilyotdi masalan. Qilyotdi. Masalan ba'zi bir olim debkan, "A'uzu billahi minash shaytoni va siyosati." Men Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan shu shaytondan va siyosatdan panoh tilayman. Chunki siyosat bir va'dani qiladi. Biz siyosatni tushunmasak, siyosat kirmasak, bilmagan narsani yoki o'zimiz yo'q narsani boshqalarga bayga olmaydi. Bilmagan narsani qila olmaydi. Shu siyosatni, tadbirni hammasini yaxshi elish lozim. Siyosatni tushunish lozim. Buni bolalar o'qish lozim masalan. Bunun demde olim ulamolar siyosatga aralashmasa desa, bu mu uchiga chiqqan bir nomussizlik. Nima uchun? Bizning ikkidan jumhuriyatimizning islom jumhuriyatini qo'ygan Sabit Tamollajim deymiz, Ilxon To'ri deymiz, mujtahid darajalik ulamolar dal eng cho'ngchi bizning siyosiy yo'llarimiz. Ular qilgan ishning bir tal qishini qo'yolmadik biz. Biz uni ba'zi ayblab, ba'zi gap qildi, qalaymiqan gap qiladi. Olim ulamolarimiz shu siyosatni boshlab berganligi uchun mana shu bayroq, hozir shu olim ulamolarimiz başlap bergan yo'lninki bayroq bo'lg'achqa, bu bayroq bilan biz nima qilyapmiz? Biz mana biz bir mustaqil bo'lgan degan bayroqni ko'tarib biz menyapmiz. Shunga biz ba'zi yerda o'zimizcha og'zimizga kelgan davasi ko'rmaydi. Bir gap bor, ditinga yoqmiz so'kmay amal yo'q, xaltang patmiz so'kmay amal yo'q deb ditimizga yoqmagan yoki o'zimizga uyg'un kelmagan bir gapni desak bo'lmaydi. Din va diniy kishilar, ulamolar siyosatga aralashmasin degan gap. Siyosat yenicho
Muşunda yeli mikir bilen, siyasetvazlık bilen, quruq gap bilen xalqni aldaydi degan gap. Alim ulamolarimiz to'g'ri boshqaldek galstukni taqab, nurg'unlagan cho'liqi alohida kiyinib ma'amaslik mumkin. Gapni bak qamlashtirib qilmaslik mumkin, lekin bo'ldi eng chong masalan xiyonat yo'q. Ikki dona islom jumhuriyati qaraydigan bo'lsak, kimning xiyonat qilganligini tarix qarasak bo'ldi. Tak nurg'unlagan yerlarni naatçılıqlab yezig'liq. Şu vaqtimi alim ulamolarimiz, mujtahidlarimiz jennini sepadi. Hayotini qurbon qildi. Qag'alicho o'zining past bir nafs uchun bizning davlatimizni satdi. Mujahidini satdi. Urumchiga 150 kilometr qolgan Manas daryosi buzda 40 ming mujahid ichida 3 yil yotdi. Shu siyosatning xato bo'lganligini yotdi. Siyosatni tushunmaganligini yotdi. Agar siyosatni tushungan bo'lsa, unda bo'lmaydi. 11 moddalik bitimlar tuzilmaydi. Tuzilgan vaqtda alim ulamolarni so'rab qo'yib turib buni tuzmaydi. Bu tarixni biz qaytadan o'qishimiz kerak. Tarix takrorlandi. Biz tarix ahamiyat bermasak, siyosatga ahamiyat bermasak, siyosatni tushunmasak, faqat bu o'zimizni qasliganlik bilan baravar. Yevropadagi, mayli Amerikadagi, mayli mushu chet el masalan Turkiyadagi deyli, siyosat bilan shug'ullanayotgan, siyosat qilayotganlar arq ko'rishni tekshirsak, yana shu olim ulamolar, ziyolilar, yana madrasadan chiqqanlar. Mushular azroqlam qo'ziq to'yish badaliga yoki ma'lumchu, g'oya maqsad o'zining bir ko'ngilga pukkan nishonini qarab ilgilab ketyapti. Bundan keyin nurg'un tuhmatlar, nurg'un gaplar bo'lyapti. Ama sen qildi shu qilinmaydi. Ondan keyin to'xtamay g'aybat qilib, to'xtamay tuhmatni chaplaydi. Tekshirsa u gap undaq emas. Chunki to'rchivilar deb qo'yamiz. Urumchida o'ltirib, Beijingda o'ltirib, maxsus davlat amonligi, davlat xavfsizligininki badbaxt xizmatchilari, munofiqlari bizning tilni so'zlaydiganlar ashyoda turib, bizning ishimizni qalaymagan qo'lda tillaydi. Shuning bilan biz nurg'un jihatda xatolashimiz, nurg'un jihatda qilgan ishni qilolmaydigan, qilmaydigan yoki jur'at qilolmaydigan hayotga kelib qolamiz. Yig'inchoqlab aytgan vaqtda bu din siyosatdan ayrilmaydi. Din siyosatdan ayraymiz deyishgan gap Qur'on hadisni jinidan ayirib o'tish, Qur'on hadisning ruhini hammasini yo'q qilib o'tish. Faqatlamchi desak, bir namoz o'qiydigan va Ramazon tutadigan bir turkum kafirlarni tarbiyalab chiqish degan bo'ldi. Bu boshqasini inkor qildigan masalan, hozir shariatni qonun qildi, xaliflik davlat desak, masalan 1924-yil eng oxirgi vaqtlarda Anvar Pasha masalan O'rta Osiyoda nurg'un jihodlarni qilib ashadi shahid bo'ldi, deyli. Shu xaliflik mushum biz turayotgan mush zamonda ag'durildi. Ag'durilgandan keyin siyosat jihati musulmonlar ag'ir ketdi. Arab tilini Yevropaliklar boshqa jihatga kuchga ketdi. Uni sizlarga arab tilsanglar, Qur'on sizga tushgan bo'lsa, nima uchun sizlar siyosat o'zini qo'lga olmaysizlar? Islomlar bir davlat qilib qo'ymaymizmi deb. Oxir 22 parchalanib mana hozir hech qanday bir hurmat yo'q, hech qanday e'tibor yo'q holatga keldi. Undan keyin boshqa davlatlar hammasi demak xalifa 60 nechta davlat bilinib ketdi hozir. Mushun hammasi siyosatni yaxshi qilmaganlik, siyosatni bilmaganlik, yoki siyosatga to'g'ri muomala qilmaganlikdan kelib chiqqan ishlar bu. Endi shunga biz siyosatni yaxshi bilishimiz, o'qishimiz, siyosatni desak, yetishishimiz lozim. Siyosat qilmayli degan bir salbiy gaplar bor. Siyosat vaz degan gap bor. Siyosiy yanchiqchi degan gap bor. Nima desa, haliqa o'zim ish qilmaydigan boshqalar qilgan siyosiy maydondagi natijani o'zim qilib oldigan yoki o'zi bir ishxonaga kirib oliblar, men Cumhurbaşkanı deb chiqadigan, yo bo'lmasa men bir rais deb chiqadigan, anda saxtbazlar bor endi. Bu kazzablar endi xalqning la'natiga uchraydi. Alloh oxiratda qabullik bor bo'lgan. Dunyoda mucho bular eg'ircho jazoga uchraydi inshaalloh. Bu millatimizning satqanlik, ma xiyonat, bosh xiyonat emas bu. Shaxsga qilgan xiyonat bilan ummatga qilgan, millatga qilgan xiyonat bu hargizcho o'xshash emas. Bu siyosatda mushta oldiga chiqqan rahbarlar, oldiga chiqqan kishilar eng tanlanib chiqish lozim. Siyosatni tushunish lozim, bilish lozim. Demak, yig'inchoqlab aytgan diniy olim, mush kishilar bo'lsa, eng muhimi Alloh meni ko'rib turdi. Yoki men Allohni haqiqiy ko'rgandek bir his tuyg'uda menga degan ideya bo'lg'achqa, bu har qanday ish ozg'in manfaat, ozg'in pul setilmaydi. Nima ish qildi desam, bular janni sepirdi. Masalan, Absabit amalam sepadi. İlhan Törimchi oxirisida nazarband ostida o'lib ketdi. Unda atrofidagilar nurg'unlar shahid bo'ldi. Bu amaliy tarix qog'alicha desak, nima bo'lganligini shu tarix o'z dabbasi bo'ladi endi. Biz bir kimni aytilmoqchi emas. Lekin bu siyosatda olim ulamolar yoki masalan diniy kishilar nima qilsin, yiroq tursin yoki dindor yoshlar siyosatga aralashmasin yoki dindor yoshlar bu siyosatni tushunmaydi, bilmaydi deyish yoki buni tarbiyalamaymiz. Bu bo'lib diniy kishilar buni yig'in kelmasin deyishning o'zi bu eng chong millatga qilgan xiyonat bu. Bu to'g'ri emas. Allah razı olsun ustoz. Sizlardan Allah razı olsun.